Assalomu alaykum hammaga. Hozir bir allamahal bo'lishiga qaramasdan bir narsa miyamga kelib qoldi. Ya'ni 12 balli sistema shu kunlarda ishga tushadi deyilgan gap so'zlar bor. Hali rasmiy ma'lumot chiqqan yo'q. Agar mabodo ishga tushgan taqdirda ham taksistlarning faoliyati qanday bo'ladi? Ya'ni kimdir davlat ishida ishlasa, ertalab ishga boradi, kechqurun qaytadi, jarimaga tushish ehtimoli kamroq. Lekin taksistlar 10 soat, 14 soatlab yo'lda yurishadi. Jarimaga tushish ehtimoli ko'proq. Lekin taksistlarda litsenziya bor, qonunga asosan o'z-o'zini band qilgan. Undan tashqari yana qanaqadir 100 milliondan daromadi olsa, yana qanaqadir soliq to'lash yaqinda kelib chiqdi. Aytmoqchimanki, taksistlarda jarimaga tushish ehtimoli ko'proq. Agarda imkoni bo'lsa, mana shu narsani ham ko'rib chiqishlarini so'raymiz. YPX xodimlariga hech qanaqa e'tiroz yo'q, lekin PPS xodimlari bir xilga ayrim vaqtlarda yo bu tajribasizlik deydimi, bilmayman. Afsus, PPS xodimlari tomonidan 327 ga ham to'xtatilib, tushuntirishimizga qaramasdan jarimalar yozilib qo'yapti. Bu yerda biz o'zimizni oqlolmayapmiz, sudga borishga vaqtimiz yo'q, vaqt qizg'anamiz, oila bola chaqa boqish kerak. Ya'ni taksilarda ko'pi arendaga mashina minadi yoki krediti bor, yoki bo'lmasam oila bola chaqasini boqadi. Iltimos mutasaddilardan mana shu joyini ham ko'rib chiqishlarini so'raymiz. Yoki qanaqadir ularni ballarni ko'paytirish kerak, yoki bo'lmasam qanaqadir limit yoki bo'lmasam qanaqadir cheklovmi, imtiyoz bo'lsa yaxshi bo'lardi. Kim qanday fikrda? Izohda qoldiringlar fikrlaringni. Bundan tashqari ushbu videoda Yandeksda yoki bo'lsa taksisda ishlaydigan akalarimiz, ukalarimizga yuborib qo'yamiz. Hammaga rahmat.